Kayfiyatlar qalay? A'lo. O'zi mana shu kunlarda ayollarimizni kayfiyatlarini nima ko'taryapti? Shirin so'z, tinchlik, shu xotirjamlik, bolalar yaxshi bo'lsa bo'ldi. Shirin so'z Shunaqa. dedingiz. Ko'proq kimdan shirin so'zlarni eshitishni xohlaysiz? Farzandlarimdan. Qanday gaplar aynan? O'sha gaplarni eshitsangiz, erkalanib ham ketasiz, xursand ham bo'lib ketasiz. Onajonman yaxshiman, o'qishlarim a'lo desa, xursand bo'laman, sog' bo'lish. Nechta farzandingiz bor? Ikkita. Va farzandlaringizga nimalarni o'qitirishga harakat qilyapsiz? Halol bo'lishdi, birinchi yaxshi o'qisin, avvalo. Hozir necha yoshdasiz? 45 yosh. 45 yoshdasiz. Agar 30 yil oldinga qaytganingizda o'zingizga qanday savol bergan bo'lardingiz? O'sha paytdagi qilgan balkim qanaqadir xatolarim qilmas edim. Keyin yaxshi o'qigan bo'lardim. Yaxshi o'qigan bo'lardingiz. Qaysi fandan aynan? Tarixdan qoniqmagandurman, lekin o'qiganman, yuridический topshirganman. Kirganmisiz? Kontrakt bo'lgan, sharoitimiz to'g'ri kelmagan. Chunki 8 ta farzand bo'lganmiz-da. 8 ta farzand, nechinchi farzand bo'lgansiz? 3-farzand bu. Ikkita opacham o'qiyotgan bo'lganda, menga anaqa qilisha olmagan. Lekin bu armoningizni Xudo xohlasa farzandlaringiz ro'yobga chiqarishadi, to'g'rimi? O'qishyapti. Agar sinfdoshlaringiz ko'rib turgan bo'lsa, nimalar degan bo'lardingiz, qanday tilaklaringiz bor ularga? Juda sho'x bo'lganmiz. 11-A sinf sizlarga salom. 41-maktabda o'qiganman. Bunchalar zo'rsan.